Nimaga yashayapti odamlar ko'pchiligi? O'sha savolni bersin-da o'ziga. Ertaman turdi, ishga boradi. Ha, xo'p, ishga boradi. Nimaga ishga bording? Ha, pul topgani bordim. Nimaga pul topasan? Bola chaqa boqqani. Nimaga bola chaqa boqyapsan? Ha, mendan keyin qolgani. Qoldirishdan maqsad nima? Ha, ketasan ertaga. Manhaj yo'q. Aytdi-ku, bir odamning 5 ta diplomi bo'lsa-yu, qayerdan kelganligini bilmasa, nimaga yashayotganligini bilmasa, qayoqqa ketishligini fikr qilmasa, payg'ambarimiz aytayaptilar, bu majnun jinni emas bu. Majnun kim? Allohga osiy bo'lgan odammi majnun deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Alloh taolo ad-dayyan, jazolovchi, mukofotlovchi bo'lgan zot. Alloh subhanahu va taolo gunohkor bandaning zarariga hujjatni qoyim qiladi. Bir qozi yoki hokim birovni jazolamoqchi bo'lsa, uni jazolashligi uchun hujjat dalil keltirishlik kerak. Qilgan gunohini, aybini bo'yniga qo'yishlik kerak va mana shu keltirgan dalili uni beradigan jazosini oqlaydi.